Assalomu alaykum o'rtoqlar. Qarshilarda turgan Mercedes-Benz E200 AMG Line bo'ladi. E200 da avangard pozitsiya bilan AMG Line pozitsiya bo'ladi. Bu AMG Line AMG Line'da bufferlar E300 ga o'xshab boshqacha bo'ladi avangardga qaraganda va oldi oblisovkasi yonmaydi avangard pozitsiyada. AMG Line'da yonadi. Ko'rishingiz mumkin. Oldi ancha chiroyli avangard pozitsiyasiga qaraganda va diskasi boshqacha bo'ladi. Salon qismiga keladigan bo'lsak, salon qismida rol AMG Line rolda bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Avangard pozitsiyaga qaraganda ancha chiroyli AMG Line. Kimga qanaqangi qiziqarli inomarkalar kerak bo'lsa, men bilan murojaat qilaverasizlar. Xizmatingizda inshaalloh.